Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda sirtni proyeksiyalovchi tekislik bilan kesishuvi mavzusiga oid yana bir chizmani chizish jarayonini o'rganamiz. Bizga berilgan 6 yo'lli piramida, 6 qirrali va piramidamizni biz hozir yuqoridan ko'rinishini shu qismida gorizontal tekislikda hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Aylanamizni diametri 60 bizada va bizning bugungi chizmamiz 26-variantga tegishli. 60 diametrli aylanani chizib oldim. Endi sirkulimiz yordamida uni 6 burchagini, ya'ni piramidamizni 6 burchagini, ya'ni asosini hosil qilib olamiz. Buning uchun yuqori aylanani kesishgan qismiga qo'yamiz, markazgacha masofa ochamiz. Bizda bitta, ikkita, uchta nuqtamiz hosil bo'ldi. Xuddi shu jarayonni pastki qismda ham takrorlaymiz. Belgilab chiqamiz. Tushunamiz. Oltita nuqtamizni hosil qildik. Endi ularni birlashtirib chiqamiz. Piramidamizning asos burchaklarini 3 qismi bilan birlashtiramiz. Gorizontal tekislikda piramidamizni ustidan, ya'ni yuqoridan ko'rinishini hosil qilib oldik. Endi frontal tekislikda buni to'g'ridan ko'rinishini, ya'ni balandligini hosil qilib olamiz. Ikkita yon asosidan yuqoriga, ya'ni x o'qimizgacha to'g'ri chiziq chizib olamiz. Balandligimiz 60.
Mana bu qirramiz bizga to'g'ridan ko'rinib turibdi. Buni ham qalin chiziqda chizamiz. Ko'rinib turgan qirra bo'lgani uchun. Qilib oldik. S1 uchimiz bu qismda S2. Endi sirt bilan proyeksiyalovchi tekislik qanday holatda kesishgani bizga keltirib o'tishimiz kerak. Bizda sirt bilan proyeksiyalovchi tekislik gorizontal tekislikda ko'rsatilgan, joylashtirilgan, ya'ni kesilish holati va biz ham shu qismni topib, keyin uni qolgan tekisliklarda kesilgan yuzi holatini aniqlab chiqamiz. Bu nuqtamizdan bu tomonga 5 millimetr o'lchaymiz. Belgilab oldik. Endi bize 60 gradus o'lchab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizga transporter kerak bo'ladi. Transporterni markaz qismini piramidamizni ham markaz qismiga qo'yamiz. Joylashtirib oldik. 60 ni belgilaymiz. Mana bu yoq qismdan 60 shu nuqtaga to'g'ri kelyapti. Endi bu qism bilan bu nuqtamizni birlashtirib olamiz. Pastiga 5 millimetr o'lchagan qismimiz bilan hozirgi nuqtamizni birlashtirib, proyeksiyalovchi tekislik chizig'ini hosil qilamiz. Chizmamizni berilish qismini hosil qilib oldik. Gorizontal holatda bizda piramidamiz bilan proyeksiyalovchi tekisligimiz kesishgan. Mana bu qizil chizig'imiz bizning proyeksiyalovchi chizig'imiz hisoblanadi. Endi biz buni kesishgan nuqtalarini belgilaymiz va frontal tekislikka ko'chirib o'tamiz. Buning uchun asosidan nuqta belgilaymiz. Mana birinchi asosni o'zini kesib o'tgan. 1 shtrix. Bu qismda qirrada kesib o'tgan. Bir shtrix. Bu qirrada ham kesib o'tyapti. Buni ham belgilaymiz. Shu bir shtrix. Bu qirrada ham, ya'ni mana bizga ko'rinib turgan to'g'ridagi qirrada ham kesib o'tyapti. Buni ham belgilaymiz. Bir shtrix va yana asosda kesib o'tdi. Buni ham belgilab qo'yamiz. Bir shtrix. Gorizontal tekislikda
topib olgan 5 ta nuqtalarimizni frontal tekislikka ko'chirib o'tamiz. Birinchi nuqtamiz asosda joylashgani uchun shu qismda joylashadi. Yuqoriga chizamiz. Mana chizib oldik. Belgilaymiz. 1, 2 shtrix frontal tekislikda joylashgani uchun. Endi ikkinchi nuqtamizni ham yuqoriga ko'chirib o'tamiz, ya'ni frontal tekislikka. İki nuqtamiz. Endi uchinchi nuqtamiz, 3-1 nuqtamiz ham, 2-1 nuqtamiz ham mana shu holatda bizda qirrada joylashtiribdi, to'g'ridan ko'ringanda uchinchi nuqtamizni ham frontal tekislikka ko'chirib olib chiqamiz. Uchinchi nuqtamiz. To'g'ri bir nuqtamizni biz frontal tekislikka hozir ko'chirib olib chiqamiz. Nimagaki bu nuqtamiz qiyalikda joylashmayapti, to'g'rida turibdi. Biz qaysi qismida joylashganini bilmaymiz. Buni biz qachonki profilga olib chiqib, keyin uni qaytarib frontalga olib kelgandagina nuqtani aniqlab olamiz. Shuning uchun biz endi 5-nuqtaga o'tamiz. 5-nuqtamiz asosda joylashadi. 5-nuqtamizni ham to'g'ri asosgacha chizib olamiz. Beshu 2 nuqtamiz. Gorizontal tekislikda hosil qilgan nuqtalarimizni frontalga ko'chirib o'tdik. 4-nuqtamizni biz topa olmaganimiz uchun bu nuqtalarni hozir endi birlashtirib kesishgan yuzasini aniqlab ola olmaymiz. Shuning uchun endi biz profil tekislikda piramidamizni yon tomondan ko'rinishini hosil qilamiz va unga kesishgan nuqtalarimizni ko'chirib olganimizdan so'ng 4-nuqta ham aniqlanadi va shu orqali biz frontal tekislikka 4-nuqtani ko'chirib olib o'tamiz. Shu chizig'imizni davom etamiz. Pastgacha mana shu chizig'imizni Y chiziq deb nomlab turamiz buni. Y chiziq deb nomlaymiz. Endi biz profil tekisligimizga bu gorizontalda eni bo'lgan profil tekislikda uzunligi bo'lgan qismini ko'chirib o'tishimiz kerak. Uning uchun eng yuqori nuqtasi bilan eng pastki nuqtasini shu Y chizig'imizgacha chizib olamiz. Bu qismi va mana bu qismi ham. Endi sirkulimizni olamiz va piramidamiz mana bu burchak qismini biz markaz sifatida shu qismdan foydalanamiz va uzunliklarimizni chizib kerakli nuqtalarni chizib olamiz shu qismdan. Yuqori nuqtani chizib oldik, endi pastki nuqtamiz.
va shu holatda biz uzunligini hosil qildik. Endi biz S3 nuqtasini topish uchun markaz chizig'idan ham olib o'tishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun S2 dan to'g'ri chiziq profil tekisligi tomonga chizamiz. Chizib oldik. Endi bu S1 nuqtamizni ham yuqoriga olib chiqsak, bu yerdagi S2 nuqta bilan birlashib bizga S3 nuqtani hosil qilib beradi. Ko'rib turganingizday S1 va S2 nuqtamiz bu holatda kelib, mana shu qismda tuzadi. S3 nuqtamizni hosil qildi, ya'ni profil tekislikda. Endi S3 nuqtamizni ikki yon asosi bilan birlashtirib olamiz. Profil tekisligimizda piramidamizni hosil qildik. Endi bizga yon tomondan ko'rinadigan qirralarini ham asos nuqtalarini olib chiqamiz va buni ham S3 bilan birlashtirib olamiz. Buning uchun yana shu qismga qo'yamiz. Bularni ham birlashtiramiz, chunki bu qismda bizga to'la ko'rinib turgan qirraloq hisoblanadi. Profil tekisligimizda piramidamizni hosil qilib bo'ldik. Endi gorizontal tekislikda hosil qilgan nuqtalarimizni profil tekislikka ko'chirib o'tamiz. Buning uchun nima qilamiz? Barcha mana shu hosil qilgan 5 ta nuqtamizni mana shu Y chizig'imizgacha olib kelamiz va sirkul yordamida to'rtdan bir aylana holatda shu asosgacha olib chiqamiz. Birinchi bir nuqtadan boshlaymiz. Sirkulimiz yordamida chizamiz. Bir nuqtamiz va ikki nuqtamiz mana shu holatda profil tekislikda asosda kesishdi va 1-3 nuqtani hosil qilib berdi bizga. Endi xuddi shunaqa holatda ikkinchi nuqtamizni ham topib olamiz. 2-1 nuqtamizdan ham Y chizig'imizgacha to'g'ri chiziq chizib olamiz. Ya'ni shunchaki nuqtani davom ettiramiz shu tomonga. Davom ettirdik. Sirkulimiz yordamida 2-1 nuqtamizni ham aylanib chizib olamiz. Chizib oldik. Endi biz ko'rib turganimizdek, bizning ikkinchi nuqtamiz mana bu qirrada joylashib turibdi. Demak, biz ham ikkinchi nuqtamizni bu qirraga olib chiqamiz va bu bilan shu qismda kesish kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu qirrada. Mana bu qirra bizga tegishli hozir. 2 nuqtamizni ham shu qirragacha davom ettiramiz.
2,1 va 2,2 shtrix nuqtamiz shu qismda kelib tutashdi chiziqlari va shu qirrada bizaga 2,3 nuqtani hosil qilib berdi. Endi 3-chi nuqtamizni ham topib olamiz profil tekislikda. 3,1 nuqtamizni ham y chiziqqacha davom ettiramiz. Davom ettirdik. Sirkulimiz yordamida aylantiramiz. Endi 3-chi nuqtamiz ko'rib turganingizday mana bu qirramiz bu aylanib chiqqanda bu qirraga to'g'ri keladi. Demak, biz 3-chi nuqtamizni shu qirragacha olib kelamiz 3,2 nuqtamizni. Uchinchi nuqtamiz bu qismda 3,1 va 3,2 va bular o'zaro kelishib mana shu qirrada profil tekislikda 3,3 nuqtani hosil qilishdi. Ikki chiziq kesishib. Endi 4-chi nuqtamizni olib chiqamiz. To'rtinchi nuqtamiz aynan mana shu qirramizni o'ziga to'g'ri keldi. Mana 4-chi nuqtamiz shu qirrani o'ziga to'g'ri keldi va bundan aylanib bor va ko'rib turganingizdek bu qirramiz bizga profil tekislikda mana bu eng chetki qirrani hosil qilib beradi va 4,1 nuqtamiz aylanib chiqdi va shu qismgacha perpendikulyar holatda endi chiqazib olamiz. Shu qismda bizga to'g'ri 3 nuqtamiz hosil bo'ldi. Endi 5-chi nuqtamizni ham topib olamiz. 5-chi nuqtamizdan ham y chizig'imizga perpendikulyar chiziq chizib olamiz. Buni ham to'rtdan bir aylana holatda chizib olib asosgacha olib chiqamiz. Beshu ikki nuqtamiz va 5,1 nuqtamiz profil tekislikda asosda kesishdik chizig'i va bu qismda bizga 5,3 nuqtani hosil qilib berdi. Endi biz 4-chi nuqtamizni frontal tekislikka ko'chirib olamiz. Buning uchun bizning 4-chi nuqtamiz mana bu to'g'ri qirrada turibdi. Ya'ni bizadagi mana frontalda mana shu tekis to'g'ri qirramiz. 4,3 nuqtamizni shu chiziqqa qaytarsak biz 4,2 nuqtani frontal tekislikda topib olamiz. Hosil qilgan nuqtalarimizni birlashtirib chiqamiz. Birinchi frontal tekislikda, keyin profil tekislikda.
Ko'rib turganlaringdek, biz frontal tekislikda kesilgan yuzani hosil qildik. Endi profil tekislikda ham hosil qilib olamiz. Ya'ni nuqtalarni birlashtirgan holatda. Frontal va profil tekisligimizda biz piramidamizni kesilgan yuzasini hosil qildik. Endi biz kesilgan yuzani o'zini haqiqiy kattaligini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun sirkulimizni olamiz va 1-2 nuqtaga sirkulimizni qo'yib, igna qismini va gorizontal tekislikda hosil qilgan 5 ta nuqtamizni biz shu x chizig'imizgacha aylana holatida chizib olamiz. Bir ikki nuqtamiz bir bilan kesishib, shu qismda bizga 1-2-1 shtrix hosil qilyapti. 2-1 nuqtamizdan aylanib chizib oldik. Endi buni to'g'ri shu x chizig'imizga nisbatan perpendikulyar holatda yuqoriga chizamiz va 2-2 nuqtamizdan ham to'g'ri chiziq davom ettiramiz shu chap tomonga qarab. Bir nuqtamiz va 2-2 nuqtamiz chiziqlari shu qismda kesishdi. 2-1 nuqtamiz. Endi 3-chi nuqtamizni ham xuddi shunaqa holatda topib olamiz. 3-chi nuqtamizdan aylanib chizib olganmiz. Shu chizib olingan aylanamizdan yuqoriga to'g'ri chiqamiz va 3-2 nuqtamizni ham davom ettiramiz. Chiziqlar kesishdi va 3-2-1 shtrix nuqtamizni hosil qilib berdi. Endi 4-chi nuqtamiz ham topib olamiz. 4-chi nuqtamizdan chizib olingan aylana yuqoriga to'g'ri chiqamiz va 4-2 nuqtamizdan shu chiziqqa nisbatan to'g'ri chizib davom ettiramiz. Va 5-chi nuqtamiz aylanib keldi va 5-chi nuqtamiz asosda bo'lgani uchun shu qismni o'zida 5-2-1 nuqtamiz hosil bo'ladi. Nuqtalarimizni birlashtiramiz.
Bugungi mavzuyimiz sirtni proyeksiyalovchi tekislik bilan kesishuvi mavzusiga oid chizma edi. Bizga berilgan geometrik shaklimiz piramida. Piramidani biz birinchi gorizontal tekislikda hosil qildik. Sizlar ko'rgan zahoti birinchi frontal tekislikda uni balandligini, ya'ni to'g'ridan ko'rinishini hosil qilishga shoshilmaydi. Nimaga? Chunki bu yon tomoni mana aylana bilan bittani qadamas oldin aylanani 6 bo'lakka bo'lib oldim. Undan so'nggina hosil qilgan nuqtalarni birlashtirib, keyin biz frontalga uzunligini olib chiqdik va balandligi 60. Bizga berilgan pastki qismidan bu tomonga 5 mm va markazga qo'yamiz sirkulni 60 gradus olib nuqta qilib belgilaymiz va belgilagan qismimizni 5 bilan birlashtirib biz kesilgan yuzani hosil qilib olamiz. Bu bizda sirt bilan proyeksiyalovchi tekislik yuqoridan shu holatda kesib o'tayotgani va bu frontalda to'g'ridan ko'rayotganimiz. Va mana bu qismda profilni biz yon tomondan yana ham aniq holatda ko'rayotganimiz keltirib o'tilgan. Va bu qismda mana shu kesilgan yuzani o'zini haqiqiy kattaligi shu tekisligi joylashtirib ko'rilganda qanaqa holatda bo'lishini biz chizib o'rganib chiqdik. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman. Barchangizga rahmat. Xayr salomat bo'ling.